Kechagina ko'ryapman top streamerlar deb haligi notanish bilan it tanimaydigan odamlar top streamer bo'lib ketdi. Jalab qanaqadir bolalar tanimayman haligilarni jalab. Top streamerlar ekan ular jalab. Brat, protokol lockdown o'yinini o'ynang. Ha, hozir shu. Bujet qilyapman bor-u, mir qaysi tarafga qarab ketyapsiz. Top streamerga necha jalab, top streamer. Shu top streamerlar Yakuza, Abuser, MC Milan, haligi indamay streamda kallasini bunday qilib o'tiradigan emasda ular. Content beradigan odamlar. Shular top streamer deganmiz. Deb qo'yibdi. Haligi bolani o'zi notanish, Mirshoqmi, Mirzoq Shoqmi? Bilmayman, biladi. Mir kak biladi. Mir kak tak biladi. Yana biladi, bitta qizlar ham bor ekan. U qizlar tanaganim ham yo'q. Kim o'zi u qizlar? Qayerda stream qiladi? Twitchdami? Telegramda. Odam tanish shart emas, biz content beryapmiz odamlarga. Oy, blядь. Bilaman ular. Telegramda ham bo'ladi mayga. Qarang. Og'ziga beraman bolalar. 10 kun marafon. Senator comeback naqshi. 10 kun marafon. Кому интересно, скажите мне. Oramizda kimga qizig'i bor? Aytib-chi. Kimga qiziq hozir? Haligi notanish bilan it tanimaydigan odamlar top streamer bo'lib ketdi. Jalab. Bu it tanimaydigan streamerlar ekanmish. Mana. Bu odamni hech kim mana. Mana. 5 ga 5 deyishyaptini hech kim tanimaydi Abuser'da. Bu opan 50 mingta endi qiz bola. Qiz bola, tipa qizarroq bo'ladi qiz bola bilan deb chaqirganmiz. Kiberkakletka. Tipa haligimdagi zavoznoy odam. Asha uchun chaqirganmiz. Federalni ham hech kim tanimaydi. Hech kim tanimaydi federal. Bitta solishtiramizda hozir. Bitta solishtiramiz shu joyga. Instagramlarda bitta solishtiramiz, bo'ldi. U YouTube qo'ynya men uchun, to'g'risi. Instagramdan gapirsin. Hech kim tanimaydi deyapti mana. Bu odam mo'opa qiz bola endi u. Qiziq bo'ladi odamlarga deb chaqiryapmiz. MC Milanni ham hech kim tanimaydi. Bola Mirzoq, yangi streamer. Muhassikda ham Instagram normalniy auditoriyasi bor. Romaga ham hech kim tanimaydi O'zbekistonda. Hech kim tanimaydi Romakani. Aka-uka Zafar degan. Hech kim tanimaydi. Yakuzani hech kim tanimaydi. Hech kim tanimaydi Yakuzani. Hech kim tanimaydi. Tushunyapsizlarmi? Jalab qanaqadir deb haligi notanish bilan it tanimaydigan odamlar top streamer bo'lib ketdi. Jalab. Hech kim tanimaydi. Qaranglar, voy, it tanim. Voy, bitta bu akani taniydi hamma. Bitta bu aka pizdes. 1 million подписчикlar, 500 ta max online top streamer. Hech kim tanimaydi. Keling, Instagramlarga solishtiramizmi? Bilay, streamga istoriya qo'ymayapman. Bugun streamda anaqasini istoriya qo'ymayapman. Hech kim tanimaydi, on qaranglar bizni. Voy, meni go'shigaski. Alo? Ha. Ayam tilon qilib oldim. Baqiryapsan deb. On qaranglar. Voy. Voy, mana shunaqa harakat qilyapsiz. Billa, чисто o'zbek mentalitet. Mana men sizlarga gapiraman, чисто haligi. Ko'tini ochib yuborsam bo'ladi-da bu odamni. Ko'tini ochib yubora olmayman. Ko'tini ochib yuborib birov hurmat qilmaydigan qilib berman, ishoninglar. Hamma yo'g'i bor menda. Bu odam o'zini hali bitta joyda turadigan odami bilan mana shunaqa narsa qilsa, endi tushunib berasizlar. Men ko'tini ochib yubora olmayman bu odamni. U hype deydi-yu, bu hype qiladi. Hozir. Biz hype qilmaymiz, chunki bu gapiryapti birinchi. Ko'tini ochib yubora olmayman, ishoninglar.
Yibban jallab. Huy yetkibdi-yu. Dalbayevlar. Men hali yosh katta deb hurmat qilganman bu odamni. Qo'tag'im ham hurmat qilmadi. Yibandi. Detski suka. Jalab yoshi 30 da lekin понятки detskida suka jalab. Buni hech kim hurmat qilmaydi-da Andijonda. Hech kim hurmat qilmaydi. Mana men gapiraman. Men ham hurmat qilmadim, prosta xo'p deb qo'yganman. Hali yosh kattaligi uchun, yoshini nisbatan. Hali odamni ko'ziga qarab, katta ko'rinmadi. Endi bu Gandon mana gapirami? Harakat qilayotgan odamni bu Yiban hozir asudit qilmoqchi bo'lyapti. Bu odam haligi yomonlamoqchi bo'lyaptimi? Harakat qilayotgan odamni, tushunyapsizmi? Nimadirga intilayotgan odamni bu bunday qilib o'tiradigan odam, bunday qilib o'tiradigan odam, hech nima O'zbekistonga hech qanaqa kontent bermaydigan odam. Harakat qilayotgan odamni qandayga u haligi yomonlash mumkin, ha? Tero ashuncha gapirib qo'ydim, birinchi bu gapiryapti. Agar bu urush qiladigan bo'lsa-chi hozir, urush qiladigan bo'lsa, bitta men emas, mana mashincha odam qarshi chiqadi. Bu men emas bitta. Bu yerda bitta men gapirilmayapman-da, prosta meni kontentligim uchun meniki alam qilyapti hozir. Federal ikkovimiz qilganligimiz uchun meniki alam qilyapti, tushunyapsizmi? Bu Gandon uyda o'tirib olib to'xta hech nima qilmayapti-yu. Yibanjalar. Qo'yatda bu dalbayob jalab, o'zidan ketgani. Yibanuti jalab. Biz yibanligini deb gaplashmay qo'ydim. Yibbanda chistik 30 ga kirganmiz, ammo paniyatga 15 da. Qani men o'zdan-o'z gapni eshitdinglar, yomon alam qilyapti mo gapi. Meni harakat qilayotgan narsamga bu to'xta o'tirib olib. Yo, hozir so'kib o'tiribman. Dobry początek. Prosta oldin birga gaplashardi. Hozir nabrot so'kib o'tiribman u amda. Bidarraz jallab. U to'xta biz harakat qilgan narsaga gapirgan gapini qarang, so'skani. Bu qoran am. Skaman naxu bu qorindi. Ko'z jallab. Videoni ko'rsating. Xullas. Kechagi anaqamiz qilganimizni bu Gandon jallab. Musbet so'sga yomonlabdi-da. O'zingga qo'ttag'im. Chempionatini o'tkazamiz bu yer. U narsa menikida, u narsa tushunyapsizmi? Men bu amda oshiqcha gapirmayotgandim. Bu amda haqida eslamayotgandim ham. Hadi hayp demasin deb. Ko'tiga sikaman bu amdi. Vali yoshi katta bo'lsa bu to'xta emdirib yuboraman xullas, ishoninglar bu. Isqirt. Chestingga qo'ttag'im. Am. Yibanjalab. O'zingga qo'ttag'im, sen o'zingni odamman deb o'ylaysanmi? Bittani biladigan odamlar top streamer bo'lib ketdi. Jalab. Millionta odamga to'xtat, o'tirgan odamini qaranglar. Jala 500 ta, 700 ta millionta odamga. Jala, qo'ysangchi. Qani bir ambit o'sing. To'xtating, seni xotining sikaman degan menchalik bo'ladi. Seni xotining sikaman degan. Sen qo'lingda ishtimi kelmagan. Sen mujikmisan? Seni gaplaringni kimdir hali odam o'rnida qabul qilamiz so'zga. Sen men harakat qilayotgan narsaga sen shunaqa gaplar gapirsang. Ambashara seni xotiningni sikaman degan menchalik meni yoshimdagi odam. Sen nimadir gapira olaysanmi hozir O'zbekistonga chiqib olib? To'xta, seni gaping gap emas. Sen odam emassan, bu sen hurmat qilmaydi bro. Dalbayob jala. Sen yoshing katta o'tirmasin, men harakat qilayotgan narsani yomonlab chiqsang. Qo'y. So'sga Gandon Peter shuncha odamni hozir yomonlayapti-da bu isqirt. Skama Telegramini topaman. U men qilayotgan narsa-da, men bilan federal qilyapti bu narsani. Bu kelib turib yomonlab ketar ekan. Gandon. Dobry początek. Sen nima deyapsan? Gandon, sen men qilgan harakatdimi? Biz harakat qilsak, sen o'zingni streamingda o'tirib olib hype qilasanmi? Bidarraz jallab. Seni katta deb turib hurmatingni joyiga qo'yib gapirganman. Sen pizdes ekansan u so'zga. Sen Andijonda, O'zbekistonda eng zo'rima
Hali pizdesiman deb o'ylaysanmi? Dalbayob million ta obunachingga o'zi 1000 ta onlayn o'tirsa. Qo'ysenchi, jalab, seni gaping gapmi? Jalab biladi. G'ar. Menga hali qanday bir последний itti keyingi oyog'i bo'lganimda hozir aka to'g'ri gapiryapti deb o'tirardim. Просто hurmatini joyiga qo'yganman, bu hurmatini bilmaydi ekan bu inson. Hurmat nimaligini bilmaydi ekan bu inson. Tushunyapsizmi? Yomonam qilyapti hozir men harakat qilayotgan narsam bu. Ayom bo'lmasa. Instagramda o'sha Mirzo Shoh degani chiqib top streamer deb yozganiga gapirdim men jalab. Tanimaydigan odamlar bor deb. Top streamer bo'pti deb. Kuyapsizlarmi? Jalab qanday odam bilan 5000 ta odam bilan bu bilan jinnimi bu bilan? Qattiq bunaqa jalab agressiya bilan bunda bilan qildim bilan. Vizitni och desam ochmayapti jalab. Yosh bola emassan, uka jalab. Даже kanaliga podpis qilib o'tirganman. Jalab bratishkani, jalab qanday? Qanaqa qilib bunaqa darajada agressiya bilan yo'q joydan, Fochalar. Voy suka. Oybek aka tanga bilan gaplashasan deyapti. O nimani gaplashaman? Nimani gaplashaman? Jin. Bu uka deyapman yana. Uka vizitni och, uka gap so'z ko'payadi, vizitni och. Nima qilasan bunaqa gap? O'zi yaqinda jalab 15 ga o'tirib chiqdik daxoy ishlar bilan. Jinnimi bu ro'zani kunida? Ya vaxuyeyo bilat. Voy suka. Jalab jinnimi bu? Nasrinani buzib jalab. Ya bu jalab yet qilaman. Bu qattan bilaman bu terror ularda yig'ib nima deyapti meni mehnatim bu narsalar. Qattan bilaman jalab seni yiqqaningni uka uladi. Ko'rgan bo'lsam Instagramda ko'rib gapirdim jalab. Bilad. Jinnimi bu? Nima qildim bilad. Astagfirullah. Oybek aka tanga bilan gaplashasan. Jinni terrorda jalab mana yaqinda ham uka keling-kezga o'ynaymiz. Yaqinda ham gaplashib yurgan bola edi jalab. Reklama deydi, reklamalar olib berganini bratishkaga jalab. Nima jalab? Nima bunda qattiq bunaqa agressiya? Endi bilat qochyapti mada gaplashaylik desam, tushuntirib qo'yay desam jalab. Bu prosta o'ziga olib shekilida, men jalab buni qatdan bilaman buni. Именно jalab bu bilat mehnat qilganini, boshqa qilganini. Yibanashga abito jalab yiban. Fakt jalab tanimaydigan kamp streamerlar daxoyasi 10 ming ta obunachisi yo'q. Qatdan top streamer bo'ladi yiban. Mayli xuysini mana shu terror bordir, taniydi ancha odam. Eng qizig'i jalab hammasi deganim yo'q edi. Tanimaydigan streamerlar ham bor dedi. O federal bor masalan taniydigan. Men qolganini aytayapman jalab, qolganini tushunyapsizlarmi? U yerda biladi. Mana hozir aytaman sizlarga. Bu qatdan bilaman jalab buni keyin bu yiqqanini, boshqa qilganini. Bu bola bor. Mashin. Albatta aslamda ham rasmi bor, boshqa bor, lekin bu yerdagi bolalar boshqa. Shuni gapirildi, boshqa gap gapirilmadi. Jinnimi u? Oybek aka bilan, Oybek aka tanga bilan gaplashasiz deyapti. Sizga ham Oybek akani gaplashib nima qilaman? Uka, o'rtada o'zimiz hal qiladigan ish u. Oybek aka nima kerak bor? Oybek akani yo boshqa akani gaplashadigan gap yo'q u. Meni birov bilan gaplashadigan gap bratishka jalab. Men shuncha gapingdan keyin ham ko'rdim so'kinganingni, shunchadan keyin ham senga yaxshi gapiryapman. Uka, hozir endi sen ham noto'g'ri tushungandirsan. Ichkenga qara, uka, qochib nima qilasan endi hozir gapirib qo'yib. Yaxshimi endi shuncha odam bo'ldi urush janjal qilib yurish. Bitta joydanmiz jalab, tem bo'lyapti, uka, bitta joyda osh yegan, ovqat yegan joyimiz bor. Bu vafshe u odamlarda oldi ham bu bilat
Odamlar uchun biz prosta urushganimiz bu hype deyapsan, chunki biz bilan tovuq emasmiz ular bir-birimiz bilan urushib ba'zi odamlarga shou bo'lib beradigan. Yaqinda urushib 15 tutga o'tirib sudimiy bo'lib chiqdi. Hozir yana urushadigan bo'lsa, yana apchirib bitaradi. Hozir yo'q, uka, sen aytayotgan narsa urush, janjal qiladigan zamon emas. Vahvi. Chala men bratishkani umuman kutmadim chala. Vashi kutmadim, bor chala bratishka chala. Qanaqa qilib chala buni qilish mumkin chala? Ya vahvi, bor chala qanaqa qilib ichidan buncha kiryapsiz? Endi yo'q mana chala. Qana shu bolani top beringlar, bolalar kim bor, oshog'anisi bormi? Top beringlar shu bolani, menga shunday telefon qilsang gaplashaylik. Aktiv 1 million obunachisiga 1000 ta odam o'tiribdi deyapti. Uka, men aktiv uchun bir stream qilayotganim yo'q, normalniy stream qilayotganim yo'q. Uka, men bilat stream qilgan paytimda 5000 6000 onlayn bo'lgan. Uje charchaydi odam, 5 yildan beri, 6 yildan beri stabillik eta olmaydi. Odamlar ham zerikadi 6 yilga odam. Keyin men ham uje oldingidaqa stream qilmay qo'yganman. Oldingidaqa streamim yo'q, men oldingidaqa kontent qilmayman yo boshqa qilmayman. Prosta kiraman, turnir o'ynayman, bo'ldi uka. Men agar kontent qilsam aktivim yana qaytadi, bo'ladi. Men aktiv uchun hozir harakat qilmayapman. Ya vah, xuya chichib qo'ydingmi deb dalboyo'p nimaga chichadi? Miyen ishlat, jinni nima deb chichadi? Bilat jinni. Kuladi uka, o'raq bilat. Tema bo'ladi naborot. Men masalan siz qachon tushunmaganman jalab. Libo payt tushunganman-ku. Bu problem bo'lsa yozar undan ko'ra. Aka, manaqa deb. Naborot aslida kontentlar qilsangiz, mana masalan birorta svязь bo'lmasa, uka aka deb yozsangiz, menda Liboda svязь bor. Chaqirib bera olaman, uyushtirib bera olaman. Bolalarim qo'shib bera olaman masalan kontentga biznes qilib. Просто raz men olsa chaqirsiz, undan ko'ra biznes qilib beraman hozir bilan. No name'lardan ko'ra jalab. Qilish kerak, biznes qilish kerak. Bunaqa kontentlarni. Biznes masalan Aslam, Yakuza jalab. Masalan, gold streamerlar bo'ladi-yu, masalan Fizot, mana Fizot tortib bera olaman masalan. Biznes odamlar tortib video stream qilsangiz, ana ashina effekti 100 ga 100 bo'ladi. Sekin bo'ladi. Birinchi marta qildik-ku shuni. Endi ular haligindaqa hali kibrlanamikin deb turib, Fizotlar chaqirmadi, lekin Aslamni ham chaqirdi, hamma kiraman deydi. Keyin uxlab qolishdi. Aslamni o'zi ashlab ideya qilyapti. Aslam aka birga qilaylik shunaqa ishlar deyapti o'zi menga. Toshkentga borganimda o'zi Aslamdan chiqyapti bunaqa fikrlar aka. Bir chaqiraman, hamma old streamerlar bitta stream qilamiz, biznes qilib deydi. Xuddi shunaqa temani aytdi. Undan ko'ra qilmoqchi bo'lsa chaqirsangiz, men hammasi bilan svязьim bor-da ular bilan. Chaqirib bera olaman, yo'q demaydi masalan. Aka kelayman deb bir ikki og'iz gaplashaylik desa. Apolmay uka mendan. Bo'ldi aka. Xo'p. O'zingiz aytib qiling uka. Streamdan keyin yana bir gaplashamiz aka. Xo'p, uka gaplashamiz.